animals that live in the forest, and also there are animals that live in water or in the sea. Yakunlangan 2025-yilning 28-dekabri Filippinlik Evi Megaloria ilk bor Tailand davlatidan O'zbekiston Respublikasiga kirib keldi. Aynan yoshlar o'rtasida xorijiy tillarni, ayniqsa ingliz tilini rivojlantirish maqsadida maxsus shartnoma asosida vatanimizga kelgan xorijiy pedagog 2026-yilning yanvar oyidan boshlab esa Uchko'prik tumanidagi 4-maktabda ingliz tili fani o'qituvchisi sifatida ish boshladi. So I want to explore more the Men bu yerda O'zbekistonning boy madaniyatini yanada chuqurroq o'rganishni istayman. Albatta, bu yerda ta'lim sifati meni juda hayratga soldi. Shuningdek, O'zbekistonga kelishimdan asosiy maqsadim o'quvchi yoshlarga ta'lim-tarbiya berish va o'z bilimlarimni ulashishdir. Ayniqsa sifatli ta'lim orqali o'quvchilar bilimini rivojlantirishga o'z hissamni qo'shsam, o'zimni baxtiyor his qilaman. learning through quality education. Faoliyatining ilk kunlaridanoq o'zbekona mehmondo'stlik, samimiylik va mehr-oqibatdan kuch olgancha o'ziga topshirilgan vazifani a'lo darajada bajarishga kirishgan Evi Megaloria bugunga kelib ayni maktab o'quvchilariga ingliz tili fanidan chuqurlashtirilgan holda saboq berib kelmoqda. Miss Evi bizning maktabimizga kelganiga 1 oydan oshdi va bizda ingliz tili darslari bo'yicha yordam beryapti. Og'zaki nutqimiz ham ancha yaxshilandi. Bizning maktabimizga kelganidan masalan men juda ham xursandman. Xuddi opamdek bo'lib qolishdilar. Ingliz tilini sir asrorlarini o'rganib bormoqdamiz va hozirda ingliz tiliga bo'lgan qiziqishim yana ham ortdi. Aynan bu inson tufayli. Miss Evi bizga dars jarayonlarida yaxshi dars o'tyapti. Ingliz tili grammatika va gapirish bo'limidan yaxshi tushuntirishlar beryapti. Biz o'sha skillarimizni Miss Evi bilan yaxshi rivojlantiryapmiz. Xorijiy pedagogning darslari o'quvchilarga tilni his etish, to'g'ri talaffuz qilish, erkin gapirishni o'rganish uchun keng imkoniyatdir. Chunki o'quvchilar chet tilini bevosita xorijlik mutaxassisdan o'rganishmoqda. Eng asosiysi esa hozirda ayni maktab o'quvchilarining ingliz tiliga bo'lgan qiziqishi, uni mukammal darajada o'rganayotganligi dars jarayonlaridagi faolliklarda ham yaqqol seziladi. And they are so dangerous animals. Yes. I think they have especially consume water. So elephants. Shuningdek, Evi Megaloria o'zining samimiyligi, sodda tushuntirish uslubi va bolalar bilan tez til topisha olishi bilan nafaqat o'quvchilar, balki 4-maktab o'qituvchilar jamoasining ham mehrini qozongan. Muhtaram Prezidentimizning ta'limga bergan tashabbuslari bilan Uchko'prik tumani 4-ta'lim maktabimizga Evi xonim o'quvchilarimizga ingliz tili fanidan saboq berish uchun keldi. Evi xonim jamoamizda o'z o'rniga ega, o'quvchilarimiz ham uni iliq qabul qilishdi. Biz Miss Evi xonim kelgandan juda ham xursandmiz va kelajakda biz o'quvchilarimiz ingliz bo'yicha yuqori marralarga erishishiga tilakdoshmiz. Chekka joylardagi maktab o'quvchilariga ham ingliz tilidan xorijiy mutaxassis saboq berayotganligi bu albatta davlatimiz tomonidan xalqaro aloqalarni mustahkamlash, yoshlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash maqsadida olib borilayotgan keng ko'lamli ishlarning bir namunasidir.